O'sha ko'pchilik so'ragan komplektlarimiz yana sotuvga chiqdi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Komplekt holatida 9 ot kuchli yer haydash uchun mo'ljallangan motobloklarimiz va undan tashqari 500 kilogrammgacha yuk ko'taradigan telashkalari va undan tashqari 300 litrli yomkislarimiz va karter apparatimiz. Karter apparatimizni komplekt holatda shlankalari, nasatkalari bilan komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Kimga mana shu turdagi motoblok, arava, yomkis va karter apparatlari bilan komplekt holatida yokida motobloklarda o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning do'konlarimizda sonlari chegaralanmagan holatda har xil turdagi motobloklar va motobloklar uchun mana shunday komplektlarimizni tayyor qilib sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Bu komplektimizni sizlarga ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, hoziroq videoga bitta like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirganingiz uchun hozir mana shu komplektimizni aytib o'tilayotgan narxidan albatta kesalaringiz narxlardan skidkalarni qilib beraman va undan tashqari mana shunday komplekt holatda motoblok olganingiz uchun bonuslarigacha qilib beraman. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring, bonuslarini ham tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu komplektimizda o'zi nimalar qo'yilgan e'tibor berishlaringiz mumkin. Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Belarus motobloklarimizni original varianti 550 talik katta usulinli korobkali varianti. Motoblogimiz aytib o'tganimdek sifat tomonlama Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblok hisoblanadi. Motoblogimizning motor qismlari 177 9 ot kuchli benzin motorlar bilan jihozlangan, soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda yurgizish joylari zavodni orqali yuradi. Benzin boklari 5 litrli benzin boklaridan jihozlangan bo'ladi. Aytib o'tganimdek, rasxod tomonlama katta, o'ziga teng baravar 13, 15, 17 ot kuchli motobloklardan anchagina kam rasxod qiladi. 700 gram soatiga benzin rasxod qiladi. Benziniga avtol qo'shilmaydi, 100% toza benzinni quyib ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda reduktor qismi, korobka qismi tomonlama oldiga 1 va 2 skoroslari bor va xolastoy xotlari bor va zadniy knopkalari jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz korobkasi tomonlama, ichki tomon shesterni o'qlari, orqasida vomlari va undan tashqari mos qismlarigacha eng original sifatli mahsulotlardan jihozlangan bo'ladi. Shuning uchun bu motobloklarimizga hozirgi paytda bizning do'konlarimizdan kelib sotib olgan akalarimiz uchun 1 yildan 2 yilgacha garantiyalargacha qilib beramiz. Bu motoblogimizda oldiga ikkita, orqaga bitta skorosi bor. Rollarni o'zingizga moslab, ko'tarib, tushirib ishlatishingiz bo'ladi. Mana shunday yosh ukalaringiz, jiyanlaringiz va o'g'illaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol boshqarib keta oladi. Xo'p, bu komplektimizga qo'yilgan aravamizga kelib o'tadigan bo'lsa, bu aravamiz 500 kilogrammgacha yuk ko'tara oladi. Bularda e'tibor berishlaringiz mumkin. Xohlagan payt mana shu yomkisi va karter apparatini olib, yuklarni yuklab tashishda ishlatishingiz mumkin. Xohlagan payt dorilarni sepishlik uchun foydalanishlaringiz mumkin. Bu 300 litrli yomkislar bilan jihozlangan, xohlaganlar uchun 500 litrli, xohlaganlar uchun 700 litrli 1 tonnagacha yomkislarni qo'yib bera olamiz. Aravani katta kichikligiga qarab, motoblokda katta kichikligi ot kuchiga qarab turib yomkislarni ustanovka qilib beramiz. Orqasida karter apparatimizni ishlanish prinsipi e'tibor beringlar. Bu ham Belarus firmasiga tegishli original motorlar bilan jihozlangan, yoqilg'i turi benzinli model hisoblanadi. Bular 7 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Soatiga juda ham ekonomikning 1,5 litr benzin rasxod qiladi. Harakati bularda motor ishga tushganda cheres remen orqali ishga tushadi va karter apparatimizda kompressorlarigacha qo'yib o'tilgan bo'ladi. Karter apparatimiz ham eng katta 250 talik varianti hisoblanadi. Bu karter apparatimizga bemalol ikkitadan shlankalarni ulab 2 kishi bemalol 50 metrdan 100 metrgacha
dorilarni sepib keta oladi. Bu bog'ning ichida yurayotgan holatingizda bog'ning ikki tomon radiga ikki kishi bemalol uspet qiladigan darajada bo'ladi. Xo'p, aytib o'tganimdek, karter apparatimizning eng katta varianti kompressorlari ham kattasidan 120 bargacha chiqarib bera oladi va undan tashqari aytib o'tganimdek, bitta shlanka ulaydigan bo'lsangiz 150 metrgacha masofagacha shlankalarni ulab ishlatishlaringiz mumkin. Agar 2 kishi ishlatadigan bo'lsa 50 metrdan 100 metr shlankalarni ulab foydalanishlaringiz mumkin. Xo'p, bu komplektimizga qo'shib beriladigan narsalari o'zini mana shunday nasatkalari sepish uchun mo'ljallangan 30 metr shlankalari, Belarus firmasining original karter apparati, yomkistlari va undan tashqari telashkamiz va undan tashqari 9 kishilik benzinli motoblogimiz. Bu motoblogimizni o'zini komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari va aytib o'tganimdek mana shunday original katta reduktorli variantiga 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib beramiz. Bu 9 kishilik modeldagi bu motoblogimizni bizning do'konlarimizda 350, 450 va 550 talik markali variantlari sotuvda bor. Bularda eng arzon modeli motoblogni o'zini olaman degan akalarimiz uchun narxi atiga 5 million so'mdan boshlab motoblogimiz o'zini 6,5 million so'mgacha bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga mana shunday komplekt holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa komplektlarimizni motoblogimizning reduktorini katta kichikligiga qarab, eng arzon modellari hozirgi paytda narxi $900 dan boshlab $1300 komplekt holatda tayyorlab beramiz. Xo'p, kesalaring motobloglarni tanishtirib o'tamiz akalar. Kimga qanday variant kerak bo'ladigan bo'lsa, komplekt holatda tayyorlab beramiz. Aytib o'tganimdek, motoblogning o'zini 5 milliondan 6,5 milliongacha modeli bor. Mana shu motoblogdan tashqari bo'lgan holatini esa atiga 6 million so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz. Motoblogdan tashqari. Agarda sizga polniy komplekt holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, immindan mana shu komplektni o'zini narxi $1200 dan kesalaring kamini qilib beraman. Narxi aytib o'tilayotgan narxdan albatta kami bor akalar. Xo'p, bunaqa komplektlarni olganingiz uchun videoni boshida aytib o'tganimdek, o'zini komplektiga freza, dokument, kulich va 1 yildan 2 yilgacha garantiyalarni qilib beraman va undan tashqari hozir aytib o'tilayotgan narxlarda albatta tushirib, narxini kelishtirib beraman. Bizning do'konimizda assortiment juda ham ko'p, bemalol kelib motobloglarni tanlab olishlaringiz mumkin. 350 xil modeldagi motobloglardan sotuvda bor va undan tashqari aravalarda ham katta kichikligiga qarab har xil assortimenti bor. Bularni ham tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari karter apparatimiz ham bizning do'konimizda har xil assortimenti bor. Hozir do'konimiz ichidan bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Bu karter apparatlarimiz ham e'tibor berishlaringiz mumkin. Davlenas kattaroq varianti, kichikroq varianti, kompressorlari 120 barli, 100 barli, 80 barli har xil assortimenti bor. Bulardan ham kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Bu karter apparati o'zini narxini so'ragan akalarimiz uchun narxi atiga 2 million 300 ming so'mdan boshlab 4,5 million so'mgacha karter apparatlarimiz bor. Undan tashqari mana shu videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyaga omad deb yozganingiz uchun sizni mana shunday bonuslar ham kutib turibdi. Kelib bu omadli baramanni aylantirasiz. Bu joyda nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar sizga bonus sifatida motoblog sotib olganingiz uchun tekinga qo'shib beriladi. Bu bonus ichida mana shu joyda ko'rib turgan instrumentlaringiz va undan tashqari motoblogingiz uchun kerak bo'ladigan hamma agregatlar mana shu barama ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib o'z omadingizni sinab ko'ring va bu joyda tushgan sovg'alardan birini ham tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Xo'p, bizning manzillarimiz haqida qisqacha ma'lumot tanishtirib ketamiz. Manzilimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro servis do'koni. Mana shu turdagi texnikalarda Optim baza sklati bo'ladi akalar. Ekranga telefon raqami ham qoldirib qo'ydim. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sonlari chegaralanmagan holatda bizning do'konlarimizdan mana shunday motobloglar va texnikalarni sotib olishlaringiz mumkin. Endi sizlar bilan bu komplektimizda bitta yerda ichida ishlash jarayonini ham, dorilarni sepish jarayonini ham ko'rib chiqamiz. Video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yishni ham unutmanglar. Bo'lmasa akalar, sizlar bilan bitta ishlash videosini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik.